Endi siz ham Uzunbank ilovasi orqali do'stlaringizni ilovaga taklif qilib, pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Qanday deysizmi? Hozir ko'rsataman. Birinchi navbatda shu havoladagi Telegram kanalimga o'tishingiz kerak bo'ladi va oxirgi joylangan shu postdagi belgilangan joy ustiga bosib ilovani yuklab olasiz. Agar shu link orqali ro'yxatdan o'tsangiz, sizga qo'shimcha bonus sifatida 100 ming so'mgacha pul ishlab olasiz. Xo'sh, ro'yxatdan o'tgandan so'ng ilovaga kirib olamiz va mana bu har bir do'st uchun 40 ming so'm degan tugmaning ustiga bitta bosamiz. Mana shu bo'limda siz qanday qilib pul ishlashingiz tushuntirib o'tilgan. Ya'ni siz shaxsiy havolangizni boshqalarga taklif qilib, shu orqali pul ishlashingiz mumkin bo'ladi deb yozilgan va shaxsiy havolani olish tugmasini bosamiz. Telegramni tanlaymiz va bizga mana bu maxsus botda o'zimizning linkimiz ochiladi, ya'ni mening havolamni ustiga bitta bosamiz. Agar ilovada yangi bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish esa juda oson. Pasport seriyangiz va telefon raqamingizni botga ulashishingiz kerak bo'ladi va mana bu havolani do'stlaringizga ulashib qo'ysangiz, bu havola orqali ro'yxatdan har bir o'tgan inson uchun 40 ming so'm to'lashadi. Videodagi berilgan ma'lumotlar sizga tushunarli bo'lmagan bo'lsa, chap tomondagi Telegram yuzerga yozing va biz sizga 24 soatda javob qaytaramiz. Kanalga obuna bo'ling.